Alloh va taolo kufrni nihoyatda Qur'oni Karimda qattiq qoralagan. Bu ishini dahshatli ekanligini anglash uchun Alloh taolo Qur'onda kufr, unga bog'liq narsalarni, kofirlarni tortadigan jazolarini hammasini qo'shib 311 dona oyatda zikr qilgan. Eng ko'p Qur'onda zikr qilingan masalalardan biri kufr masalasi. Kofirlarning sifatlari, kufr nima ekanligi, ularning jazosi, do'zaxdagi kuyishi hammasini demak zikr qilingan oyatlarni ulamolarimiz sanab chiqsa 311 ta oyat chiqqan. Mana bu Alloh taolo bu ulkan gunohga o'zining kitobida qanchalik e'tibor berganligini ko'rsatadi. Ana shunday oyatlardan birida Alloh taolo aytadi: A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kafir bo'lganlar va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar, ular do'zax sohiblari, do'zaxning egalaridir. Va unda abadiy qoladilar. Chiqishdan umidi yo'q. Boshqa gunohlarni qilganlar iymoni bo'lsa, zarracha bo'lsa ham iymoni bo'lsa, gunohiga yarasha jazosini tortgandan keyin do'zaxdan chiqishini Alloh o'zi demak ta'minlaydi. Lekin kufr bilan ketganni do'zaxdan chiqishiga hech qanaqa umidi yo'q. Chunki hamma oyatlarda shunga o'xshab ularni abadiy qolishlari aytilgan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: Innallazina kafaru va matu va hum kuffarun ulaika alayhim la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu va la hum yunzarun. Kufr keltirib kofirlik holida o'lib ketganlar, ana o'shalarga Allohning, farishtalarning va barcha odamlarning la'nati bo'ladi. Ular o'sha la'natda abadiy qoladilar. Ulardan azob yengillatilmaydi va ularga nazar ham solinmaydi. Bunaqa azob, bunaqa uqubat, bunaqa jazo boshqa gunohlarga aytilmagan.